narigini qo'llab qo'yishimiz kerak. Nima uchun bu tokga yaxshi o'tqazish uchun. Hop, bilagi tuting. Yordam beramiz. Ich tarafiga temir to'g'ri keladi. Hop, ikkita qo'lni bilak sohasida ikkita oyoqni pastki qismiga qo'yamiz. Qizildan boshlaymiz. Qizil o'ng qo'lga, sariq chap qo'lga temir ichkariga qaragan holatda qo'yiladi. Yashil chap oyoqqa, qora o'ng oyoqqa qo'yiladi. Hop, bizda mabodo shunday bemorlar bo'lib qolishi mumkin. Qancha diabetdan og'rigan yoki qanaqadir jarohatdan oyog'i kesilgan, qo'li kesilgan bemorlarga borib qolsangiz, mabodo amputatsiya qilingan joyni tepasiga qo'yasiz. Misol oyoq chetdan kesilganmi? Boldir yo'q, chetga qo'yasiz. Qo'l kesilganmi? Kesilgan joyda tepasiga qo'yamiz. Ko'krakda qo'yishda bizda 6 tarmog'imiz bor. Qizil, sariq, qora ketma-ketligi har bittasi yozilgan. Bundan keyingisi 4-tarmog'imiz bizda jigarrang, 5-tarmog'imiz qora, 6-si ferolit. Bu rangini eslab qolmasangiz ham raqamlangan bo'ladi. Qizildan qo'yamiz, qayerga qo'yamiz? Buni ham oldin yellab olamiz. Tashlamiz. Qizil to'sh suyagi o'ng tarafi 4-5-qo'lg'a sohasiga qo'yiladi. Sariq to'sh suyagi chap tarafi 4-5-qo'lg'a shu birda ikkisiga, birda demak bir qo'ydik, ikkiga qarama-qarshi tarafiga qo'yiladi. Bizda endi 3 bor, 3ni qo'ymaymizda 4ni qo'yamiz. Hop, qaraymiz 4-si. Hop, umrov chizig'imiz, umrov suyagimiz o'rta qismi 5-qo'lg'a pastga to'g'ri keladi. Odatda mana so'rish tagiga to'g'ri keladi. Bu 4. Endi 3 qatga qo'yamiz, 3ni shu orasiga. 4ni orasiga qo'yamiz. Teng olib turib, shuni ikkalasini o'rtasiga qo'yamiz. Hop, keyingisi 5-tarmog'imiz. 5-qo'lg'a pastiga, qo'ltiq osti sohasiga to'g'ri keladi. Va 6-tarmog'imiz ham qo'ltiq osti sohasida 5-6-qo'lg'a sohasiga to'g'ri keladi. Hop, mabodo bemorda tukib ko'p bo'lsa agar yaxshi ushamaydi, foydasi uchun tozalashimiz kerak. Hop, bizda ikkiligini ko'rsatishni boshladi. Endi buni chiqarishda yashil knopkasini bossak, analiz qiladi va chiqaradi. Buni onlayn ham ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu holatda agar chiqarishga tayyor bo'lsa, bemor qimirlamayotgan, yo'talmayotgan bo'lishi kerak. Mana bu holatda tayyorsiga chiqardi. Hech qaysi boshqa knopkasiga ketgani yo'q. Buni endi kirib turib, bemorning familiya ismini, palatasini, yotgan kravatini kiritish mumkin. Bizda bemor bir dona bo'lgani uchun bu narsani qilmaydi. Bizda ikkiga tayyor. Bunga qarab xulosa beramiz. Endi yig'ishtirishda, yana xuddi shunaqa ikkiga apparatni o'chiramiz. Chiqarishda yashilni bosamiz, yoqib o'chirishda qizilni bosamiz. Har bittasini qilamiz va salfetka bilan artib olamiz. Rahmat.